Musulmonlarga xushxabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ramazon oyi qachondan boshlanishi aytildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Qirg'izistonda Ramazon oyi 18-fevral kuni boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasiga tayanib 24 ga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Laylatul Qadr kechasi 16-martdan 17-martga o'tar kechasi bo'lishi kutilmoqda. An'anaga ko'ra, u Ramazon oyining 27-kechasiga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqib, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra Ramazon hayiti 20-mart kuni nishonlanadi. Bu kunda musulmonlar hayit namozini ado etadi. Ma'lumki, Ramazon oyining boshlanishi va tugashi hijriy yil hisobi asosida belgilanadi. Boshqarmaga ko'ra, sanalar yangi oy ko'rinishiga qarab o'zgarishi mumkin. Ushbu kun xalqaro astronomik markazlar ma'lumotlariga asoslanib belgilangan bo'lsa-da, yangi oy chiqishi sababli ba'zan sanalar bir kun oldinga yoki orqaga siljishi ehtimoli mavjud. Ma'lumot uchun, Ramazon bu ruhiy poklanish, ro'za, ibodat va xayr-ehson oyidir. Bu davrda e'tibor qaratib yaxshilik qilishga, o'z amallarini anglashga intiladi. Oyning davomiyligi oy taqvimiga ko'ra 29-30 kuni tashkil etadi va u Ramazon hayiti bilan yakunlanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qozog'iston musulmonlari boshqarmasi diniy bayramlar taqvimida 2026-yil Qozog'istonda Ramazon oyi 19-fevraldan boshlanishi belgilangan edi. Boshqarma sanalar yangi oy ko'rinishiga qarab o'zgarishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.